Siz nima uchun semiryapsiz? Hech o'ylab ko'rdingizmi o'rtoqlar? Albatta men sizga buni asosiy 3 sababini keltirib beraman do'stlar. Aslida siz ana shu sirni biladigan bo'lsangiz, qayerda qana qilib ozishni juda ham yaxshi bilib olasiz do'stlar. Kelinglar men sizlarga o'rgataman. Birinchi sabab jigar va o't qopi. Albatta, jigar yaxshi ishlanmasa o't qopi juda ham katta zarar ko'radi va natijada yog'lar parchalanmaydi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Ortiqcha ombor ishga tushadi. Bu bel va qorin sohasidir do'stlar. Ikkinchi sababi doimiy siqilishdan ko'payadigan kortizol gormoni do'stlar. Albatta, kortizol gormoni miyaga xavf yaqin energiya to'pla, yog' to'pla deb buyruq beradi. Natijada ichki organlarda yog' baylashni boshlaydi. Eng muhim 3-sirlardan bu harakatsizlik do'stlar. Harakatsizlik natijasida do'stlar hujayralar chiqindiga to'ladi. Modda almashinuvi yaxshilanmaydi do'stlar. Oxir oqibat qarabsiz 80-90 kilo sizni mukofotdek kutib turibdi do'stlar. Albatta yuqoridagi holatlarga amal qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh sog' salomat va chiroyli qaddi qomatda umr guzaronlik qilasiz do'stlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.